Abdulla Qahhor, O'jar. Ikki tanqidchi qo'shni suhbatlashib o'tirishardi. Hozirgi yoshlar juda tarbiyali-da. Agar biz ham shunday tarbiyali bo'lganimizda, hozir oyga chiqarmidik, dedi Zargarov. O'shani ayting, men ham ko'p hikmatli ishlar ko'rsatardim, dedi Qutbiddinov. U kuni men o'g'lingizni imtihon qilib ko'rdim. Mazzasi yo'q. Hatto Saltikov bilan Shedrin degan mashhur yozuvchilarni ikkisini bir odam deydi-ya. Rosa kula o'libman-da. Zargarov mulzam bo'lib, o'g'lim a'lochi, adabiyotdan ham yaxshi o'qiydi, dedi. Ha, adabiyot o'qituvchisi oshnangizdir-da, dedi Qutbiddinov kulib. Zargarov qo'shnisi kulganiga g'ashi kelib, meni o'g'lim bilmasa, seni o'g'ling ham bilarmikin, dedi. Qutbiddinov, Suyar, hoy Suyar, bu yoqqa kelchi. Saltikov katta yozuvchimi, Shedrinmi? Suyar goh otasiga, goh Zargarovga qarab hayron edi. Zargarov, yo'q, siz savolni xato berdingiz. Saltikov ilgari o'lganmi, Shedrinmi? Ikkovi bitta odam-ku, dedi Suyar. Zargarov qiyqirib kulib, chappak chalib o'rnidan turib, o'yinga tushib ketdi. Qutbiddinov ko'p urib, Saltikov bilan Shedrina, kim aytdi senga? O'zim bilaman, kitobda bor. Qutbiddinov o'g'lini rosa urishdi. Suyar yig'lab yubordi. Bir pasdan keyin Zargarov, undoq demagin o'g'lim. Dadang bir narsa degandan keyin darrov xo'p, bilmabman deyishga o'rgan. Yaxshi emas, dedi. Noto'g'ri aytsalar hamma, dedi Suyar. Ikkala qo'shni bir-biriga qarab, toba, bola ham shunday o'jar bo'ladimi, deyishdi. Suyar yugurib ichkariga kirib, bir katta kitobni ko'tarib chiqdi. Mana, dedi rasmni ko'rsatib. Saltikov, Shedrin. Qutbiddinov rasmga va uning ostidagi yozuvga tikilib qoldi va dedi. Saltikov, Shedrin. O'sha paytdagi yozuvchilar ham soqol qo'ygan ekanda-a, dedi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qimoqchi bo'lsangiz, bizning kutubxonamizga keling.